Assalomu alaykum. Hop, bugundan mana 9 noyabr kuni yakshanba kundan boshlab demak Go'da seriozliroq proyekt qilishga qaror qildim birinchi navbatda o'sha reverse proxy ancha muddat oldindan niyat qilib yurgan proyektim. Bugun shunga start beramiz. O'zi bu yo'nalishdagi ishlarimni boshlashga nima turtki berdi? Avvalo bitta eslab olsak, o'zi C da ishlardim. C da kichkina Nginx'ga o'xshagan serverchi qurib ko'rgandik aprel-may oylarida. Va qaysidir ma'noda muvaffaqiyatli bo'ldi. Ishladi. To'g'ri, unaqa masalan Debian yoki Fedora Pack'ga chiqarishgacha yetib bora olmadim hozircha, lekin niyat qilgan fichalarim amalga oshdi. O'sha soketlarni o'rganib chiqdik. Static file serve qilishlarini ko'rdik. Connection keep alive ga try qilib ko'rdik. O'sha connectionlarni qanday boshqarish masalasi. Undan tashqari C da row o'sha asinxron loop qurib ko'rdik pool yordamida. Bular birmuncha amalga oshdi, qila olar ekanmiz. 2000 qator, 2500 qator kod yoziladi desmasam. Lekin o'tgan 1,5-2 oy ichida yozilgan qator kodlar asosan C'ni o'zi bilan kurashib qoldi-da, qaysi ma'noda. Ya'ni o'ta low level, hamma narsani qo'lda qilish kerak, har bitta narsani boshqatdan kashf qilish kerak, juda ham ko'p vaqt ketishi ma'lum bo'ldi. O'zi asli reverse proxyni ham C da qilmoqchi edim. Lekin keyin bu narsaga to'g'risi fikrimdan qaytdim, chunki agar C da qiladigan bo'lsam, juda ham ko'p vaqt ketib qoladi, juda ham ko'p kod yozishimga ham to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun demak sentyabr oyidan boshlab system programming uchun Go ga switch qildik. Go o'zi ehtimol system programming language emasdir, lekin C dan yaxshiroq. Endi hozircha Rust ga o'tishga ozgina erta menimcha. Zig esa birinchi versiyasiga chiqmadi. Shuning uchun hozircha Go. Demak, Go ga shu uchun o'tdik va sentyabr oyidan boshlab sal-pal practice qilib, boshqa qilib ancha-muncha tushunib qoldim. Shuning uchun endi menimcha harakat qilsak bo'ladi. Endi buni YouTube ga qo'yayotganim sababi avvalo o'zimga yana reference uchun kerak bo'ladi, ikkinchidan boshqalarga foydasi tegishi mumkin. Avvalo yangi narsa kashfiyot qilayotganim yo'q, allaqachon qilib bo'lingan proyektni o'rganib chiqmoqchimiz va shunga o'xshatib bitta reverse proxy qurmoqchimiz. Qaysi proyekt desam, shu Azimjon aka qilgan mashhur JPRAX proyektida foydalanamiz. Ya'ni hozirgi dastlabki videoda men bu proyektni tahlil qilib chiqishga bag'ishlamoqchiman. Bu yerda taxminan 1500 qator kod bor ekan va bu proyektda nima ishlar qilingan, qanaqa qilib mana shunaqa scalable dastur tuzishgan Azimjon akalar va o'sha qanaqa usullardan foydalanishgan, o'sha narsani biroz chuqurroq tahlil qilib chiqishga harakat qilaman. O'zim ham to'g'risi hali juda ham yaxshi bilmayman. To'g'ri kodlarni ko'rib chiqdim, lekin hali ko'p narsaga tushunganim yo'q. Video davomida tushunishga harakat qilamiz. Va demak, mana shu proyektdan olgan xulosamizga ko'ra keyin o'zimiznikini noldan ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p. Reverse proxy o'zi nima degan savol. Aslida bu savolga eng zo'r javob Azimjon aka o'zlarining videolarida aytganlar. Nima edi? Internetni o'zgartirgan loyiha deb yozganlar. Mana shu videoni ko'rsak, o'zi JPRAXni juda ham zo'r tushuntirib berganlar Azimjon aka. Men endi bundan olgan xulosam, shu videoni kecha ko'rib, oz-moz xulosa oldim, qanchalik to'g'ri yoki yo'q, o'shani ozgina chizishga harakat qilamiz. Avvalo reverse proxy nima ish qiladi? Reverse proxy o'rta cache, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, demak, so'rov jo'natuvchi va server bo'lsa, server bizda proxy server bo'ladi. So'rov jo'natuvchi esa klient bo'ladi. Ya'ni qanday? Masalan, menda bitta o'zimning kompyuterim bor. O'zimda kompyuter bor, unda aytaylik 8008 portda lokalda proyekt ishlab turibdi. Ehtimol Django, ehtimol FastAPI, ehtimol boshqa proyekt ishlab turibdi. Bu proyekt faqatgina mana shu mashinada, mana shu kompyuterni o'zida yoki shu kompyuter joylashgan tarmoqdagina aksess qilish mumkin.
Chunki IP adresi dinamik bo'ladi. Hozir masalan hozirgi vaziyatda meni kompyuterimga IP adresini ulanib turgan Wi-Fi berib turibdi. UIC Group Wi-Fi ga ulanib turgan bo'lsak, e, meni mana shu kompyuterimga demak e, aynan UIC Group Wi-Fi ning routeri bizga dinamik IP bergan DHCP orqali. Demak, bu dinamik IP asosidagi tizimga tashqaridan kirib bo'lmaydi. Ya'ni lokalda meni 8008 da proyektim ishlab turgan bo'lsa, uni Avstraliyadan kimdir kirib ishlata olmaydi. Shu vaqtda bizga o'rtada o'rta cache turber kerak. Demak, o'sha o'rta cache endi serverga shunaqa chizishga harakat qilaman. Shu o'rta cache reverse proxy bo'ladi. Demak, proxy server. Demak, klient va ya'ni proyektni tarqatayotgan meni kompyuterimga Avstraliyadan kirmoqchi bo'lgan boshqa odamning kompyuteri o'rtasida o'rta cashlik qilib beradi. Bu rostakam klient, bu public klient bu. Public client. Buni lokatsiyasi ehtimol shu Avstraliya, masalan, Canberra. Avstraliya bo'lsa, men O'zbekistonda turibman. Hop. Bu ikkalasini o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri connection qilib bo'lmaydi, lekin o'rtada agar server qo'yadigan bo'lsak, demak, meni kompyuterim bilan proxy server o'rtasida maxsus tunnel hosil bo'ladi. O'zaro ma'lumot almashamiz va proxy server public client o'rtasida, ya'ni public client requestni serverga jo'natadi va server bizni lokal kompyuterimiz bilan mana shu ochilgan tunnel orqali ma'lumot almashadi va meni kompyuterim bergan responsni qaytib yana demak Avstraliyadagi odamga jo'natadi. Demak, qanday jarayon ro'y beradi? Birinchi bo'ladigan jarayon tunnel ochish. Ya'ni meni Toshkentda turgan kompyuterim masalan proxy serverga request jo'natadi, tunnel ochaylik deydi va tunnel ochiladigan bo'lsa, hamma shartlar ko'ringan holatda shu hamma shartlarni qanoatlantiradigan so'rov yuborgan bo'lsam, menga tunnel ochiladi va menga qanaqadir subdomen qaytaradi. Aytaylik, uni o'zim masalan jipiriqda o'zimiz bersak bo'ladi. Ngrokda o'zi qilib beradi. Demak, aytaylik o'sha void .jpiriq site. Demak, subdomen qaytardi. Ya'ni endi bu subdomen mana shu proxy serverda mavjud va bu subdomenga любой davlatdan, любой joydan request jo'natilsa, server o'sha so'rovni qabul qilib, tunnel orqali men bilan ma'lumot almashgan holda unga xuddi men javob berayotgandek javob qaytarishi mumkin o'rta cache. Shu tunnel ochilgandan keyin bo'ldi o'sha bu yog'i demak public proxyga request jo'natadi, proxy tunnel orqali men bilan gaplashadi, respons oladi, yana qaytib unga ko'rsatib beradi. Demak, mana shu o'rta cashni biz qilishimiz kerak. Hozir bu juda ham sodda analog bo'ldi. Ehtimol qayerlardir noto'g'ri aytgan bo'lishim mumkin, chunki biroz ko'p narsa hisobga olinmayapti. O'sha aytgandek NAT traversal degan narsalar bor ekan, DNS bilan ishlash bor ekan. Keyin masalan subdomenlarni to'g'ri ochib berish masalalari bor ekan. Aytishga juda ham oson, lekin mayli, biz hozir bitta ko'rib chiqaylik. Yo'l-yo'lakay o'rganib ketamiz. Xo'p, avvalo bitta savol. Qanday qilib bu proxy server o'rtada buncha ishni amalga oshiryapti degan savol. Voy aytdik, bizning kompyuterimiz dinamik IP. Bu demak dynamic IP. Buni routerning DHCP'si beradi. Xo'p, hozir kompyuterim nechada turganligi hozir qanday olardi esimdan chiqdi. Ifconfigmi? Mana qanday qilardik?
Demak, if config-ga qaraydigan bo'lsak, below 192.168.0.8 hozirgi vaqtdagi IP adresim. Buni menga demak Wi-Fi router beryapti. Boshqa Wi-Fi ga ulansam IP adresim o'zgaradi. Oddiy misol, buni yana sразу ko'rib ketaveraylik har bir nuqtasini. Hop, aytaylik. Qani. Nima chiqmayapti? Okey, mana voidpaga ulanadigan bo'lsak, endi if config boshqa IP adresini ko'rsatishi kerak. Mana aynida уже o'zgaryapti. 10.137.252.239. Demak, men hozir telefon.do'stga ulandim, endi uni IP adresi o'zgardi. Demak, bu ishonchli emas. Qaysi tarmoqda ekanligimga bog'liq. O'shuning uchun demak, endi o'rtadagi server qanday qilib bu narsani handle qiladi? U ham bitta kompyuter bo'lsa, bu ham qaysidir Wi-Fi ga ulanib turgan bo'lsa, to'g'rimi? Xo'p, serverlarda mavjud bo'ladi static IP. Buni o'sha internet service providerdan olinadi. Endi proxy server, masalan, hozir men qilmoqchi bo'lganim oddiy Contabo'da serverimiz bor. Contabo'dagi server orqali qilamiz. Oddiy Contabo bizga server olgan paytimiz static IP beradi. O'zlari biz uchun static IP beradi maxsus. No, masalan, agar o'zimiz static IP sota olmoqchi bo'lsak, masalan, Uztelecomga borib, static IP sota olsa bo'ladi, shu qanchadir narxi bor edi. Bu static IP esa bu уже faqatgina bitta Wi-Fi tarmoq orqali emas, umuman internet servis provider tomonidan berilgan IP hisoblanadi. Bunga dunyoning любой joyidan kirish mumkin. Static IP adresga. Keyin biz DNS ishlatishimiz kerak edi, ya'ni mana shu servisimizga nom berishimiz kerak. Chunki servisga hech kim momentga kirib 189, 126, 34, 12 qilib kirmaydi hech kim. Shuning uchun biz domen sotib olishimiz kerak. Domen sotib olish uchun bizda Namecheap'dan domen olganmiz. Namecheap orqali Namecheap'dan olingan nomni ishlatamiz. Shunaqa. Demak, proxy server static IP'si bo'ladi. Shuning uchun ham dunyoda любой joydan ma'lum nom ostida bo'lsa, любой joydan kirish mumkin va u agar tunnel establish qilingan bo'lsa, demak, o'sha tunnel establish qilingan boshqa bir lokal kompyuterdagi proyekt bilan dunyoning boshqa joyida turgan kompyuterni bog'lash imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Overall juda yuqoridan qaralgandagi xulosasi shundan iborat. Xo'p. Okey. Endi esa kodni tahlil qilishga kirishmoqchimiz. Birinchi navbatda shu o'zim noldan ko'tarishdan oldin o'sha o'zimizdan katta dasturchilar, ustoz dasturchilar qilgan proyektni, demak, tahlilini qilmoqchiman. Bu yerda taxminan 1500 qator kod bor ekan, testlardan tashqari. Va shu kodlarni tahlil qilib, qayerda qanaqa logika qilinyapti, qanaqa ideya qilinyapti, tushunib olishga harakat qilamiz va undan keyin o'zimiz bitta shunga o'xshatib o'zimiz ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Endi men bemalol buni tahlil qilayotganimga sabab bu proyektni o'zi open source, bekitilmagan, source kodi ochiq turibdi va contributionlarga ham ochiq. Demak, GitHubda jprf deb yozsak chiqib keladi. Mana birinchida chiqdi. Kod ochiq. Men ham shu yerdan просто fork qilingan repomni ochib turibman. Shuning uchun qo'rqmasdan video qila olyapman, ya'ni kodlari ochiq va tahlil qilishim mumkin holatda turibdi deb o'ylayman at least. Xo'p. Okay. Demak, fayl strukturasi qanaqa? jprfda shunday fayl struktura qilingan ekanki, demak, bir chekkadan boshlab ketsak bo'ladi menimcha. Xo'p, bu yerda men tushunishimcha, mana veb-sayt bu jprf.io saytini static front-endi. Ya'ni yoqqa kirsak, mana shu narsa mana bu Maingo'da turibdi. Oddiy NetHTTP'da ko'tarilgan ekan. GitHub orqali ishlaydigan qismlar borligi uchun bu yerda GitHub ko'ramiz. Bu yoqda mana
handle func config.json install.js install.sh mana biz hozir mana bu handle funcga request jo'natdik hozir. HTML response qaytaryapti chunki mana jpr.io slash o'sha yoqqa request ketyapti. Bu yoqda masalan install.sh, walls callback kabi boshqa endpointlar ham bor. 33:00 ishlayotgan ekan. Xo'p. Shu bu yoqda prosta mana shu frontendni bajaradigan ishlari ketyapti. Auzga o'tadigan bo'lsak, mana bizga maxsus token berdi. Shu frontend qismi uchun ekan. Lekin bizga hozir frontend qismi eng oxirrog'ida kerak. Biz hozir o'zi logikani o'zi qanday ishlatganini tushunishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Veb-saytdan tashqari bu yoqda endi toolsga bu prosta CI/CD ekan. Chun Hun Seng bratimiz qilgan ekanda. Bu ham hozir menimcha shart emas. Asosiy logika bizda mana server va CLI papkalarning ichida bo'lyapti. Yoxud modullar ichida bo'lyapti. Package-larni uzr. Demak, main.go fayli server applicationni kirish qismi asosiy kirish qismi hisoblanadi. O'zi nimaga bu yerda ikkita CLI va server bor, nimaga hammasi bitta emas? Chunki rostdan ham dastur ikki qismdan iborat. Ya'ni meni lokal proyektim ishlab turgan kompyuterimda CLI dastur bo'ladi. Bu yerda CLI app men kompyuterimda bo'ladi. Proxy serverda esa server application bo'ladi. Ikki qismdan iborat. Ya'ni CLI nima qiladi? CLI menga maxsus interface taqdim qiladi. Terminaldan turib, masalan, yozish imkoniyatini beradi. Jpr http 8000 -sd qilib subdomen berib, demak serverga so'rov jo'natish imkoniyatini beradi CLI. Usiz qila olmaymiz. Server esa bizga o'sha CLI orqali jo'natilgan so'rovlarga va undan tashqari public klientlar tomonidan yuborilgan so'rovlarga javob qaytaradi. Shuning uchun bizda ikki xil application bor. Xo'p, menda jpr hozir bormi o'zi? Yo'q. Okay. Jpr yo'q, tarmoqchi. Tarmoqchi bormi? Tarmoqchi ham yo'q. Tarmoqchi degani ham chiqqan edi. Open source community chiqarishganda adashmasam. Ya'ni open source Uzbek open source. Tarmoqchi uz hozir. Jpr hozir kiyim yo'q, to'g'risini aytganda Jpr kiyim aslida yo'q. Men uni o'rniga o'sha Nginx yoki tarmoqchi ishlatib turaman, chunki Jpr olish uchun naqa buy me coffee kerak edi. To'g'risi eringanman shu qilishga. Xo'p. Bu yoqda tarmoqchi ham xuddi shunga o'xshagan interfays taqdim qilyapti. O'rnatib ko'raylik. Okay. Aus olamiz. Aus token qayerda olaman? Bunday qilish kerak edi. So. Okay. Aus qila oldik va endi tarmoqchi ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Mana keling yozib ko'ramiz. Tarmoqchi desam o'zi chiqish kerak. Da, port aus help -sd. Okay. Tarmoqchi -port 8000 misol uchun va -sd subdomenga void misol uchun deylik. Mana menga tunnel ochib berdi. https void tarmoqchi us 1.0.0.1.8000 dan demak forward qilyapti. Mana bu interface, bu CLI application qismi. Bu tunnelni yaratib, mana bu linkka kirsam ishlaydigan qilayotgan bu server application. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, tunnel 4 soatdan keyin yopiladi debdi. Okay, bu deadline'lar haqida ham keyin gaplashsak kerak. Xo'p. Ili Jpr ili tarmoqchini kodlarini ko'rsak ham bo'ladi menimcha. Ikkalasi ham open source. Tarmoqchida lekin qaysi qismlari Javada ekan, agar tushunmay qolishimiz mumkin Java. Xo'p. Okay, let's go.
Biroq esa to'liq Go'da, shuning uchun menimcha Go'da ko'rsak bo'ladi. Xo'p, bu yerda nimalar bo'lmoqda? Boshlanishiga endi keling shu server applicationni ko'raylik. Nima bo'lyapti? Main Go kirish nuqtasi dedik. Bu yerda hop config degan struct bor ekan va jipiriq degan struct bor ekan. O'sha mana shu ikki structlarni, demak, structlardan instance olinyapti, lekin initialize qilinmayapti bilishimcha. Keyinroq ishlatish olib qo'yilyapti. Bilishimcha, mana shu Go'da bitta narsani hali uncha yaxshi tushunmadim. Ya'ni make qilmasdan buni hozir просто initialize qilinyapti. Mana bu config struct bu. Da, lekin masalan mana jipiriq ham struct mana, lekin make qilinmayapti. Ili structlarga make qilinmasmidi? No, lekin mana shu structni bitta instance sifatida olib qo'yapti. Mana bu conf bu shu structdan bitta instance. Mana bu jipiriq bu shu structdan bitta instance. Masalan, C da qilishimizda ham shunaqa bo'ladi. Malloc qilib shu structni fieldlari uchun malloc qilib olardik-da heapdan. Bu yerda hozir balki stackdan olayotgandir. Xo'p, ko'ramiz yo'l-yo'lakay yana ham yaxshiroq tushunib boramiz. Demak, mana shu ikkita structni demak instance olyapti va konfiguratsiyani load qilyapti. High level bitta ko'rib chiqaylik birinchi. Konfiguratsiyani load qilyapti. Demak, error chiqsa error chiqaryapti. Bu yog'i keyin GitHub credentialni ushlayapti va GitHub credential orqali jipiriqni init qilyapti. Usiz qilib bo'lmaydi. Okay. Failed unique jipiriq. Signal chan, signal notify, jipiriq start, defer, jipiriq stop, signal chan. Xo'p. To'g'risini aytaman, mana shu yerlargacha tushundim nima bo'layotganiga qisman, lekin oxiriga uncha tushunmadim. Keling, buni AI tool'dan foydalanamiz. Da, keyin bugungi mitingning asosiy nimasi ham biza to'liq hammasini o'zimiz ko'rib chiqmaymiz. Avvalo AI dan foydalanamiz, chunki maqsad tushunib olish, maqsad ideyasiga tushunib yetish. Men o'zi qaysidirmada vibe coding ham qilmoqchi edim, lekin qo'ying. Vibe learning qila qolamiz. So let's make it. What is happening in this code? Especially at the end of the function. Signals and channels. Mana shu joyga tushunmadim. Signallar va channellar nima ish qilyapti? Okay, o'zi channel nima uchun ochilayotgan? O'zi ehtimol men channellar ishlatishni bilmaganim uchundir. Go'da. Nolga masalan Ctrl+C qilganda o'chish kerak edi, shuni aytyapti menimcha. Keling, shuni go by example da bor edi. Go by example da signallar bor edi, mana ko'rsak bo'lar ekan. Ha, mana. Siktarum. Seguinte. Okay. Xo'p, yaxshi, signallar shu uchun kerak. Okay, bilamiz. So go signal notification works by sending a signal bells on channel. Bu demak channel ga javob bergan. Create a channel to receive these notifications. Note that this channel should be buffered. Buffered channel ochish kerak ekan. Uzunligi 1 ga teng bo'lgan. Xo'p. Capacity 1 bo'lgan. Buffered channel ochyapti. Signal notify 6, demak syscall sigin, syscall siktarum. Qachonki sigint yoki siktarum kelsa, shu channelga orqali notify qilar ekan. Shunaqami? Done make channel bool 1 go func true. Mana shu joyi nima ish qilishi men to'g'risi uncha to'g'ri esimda yo'q. Channel masalasida hozir o'qiylikchi. Go signal notification works by sending signal notify channel to receive notification on specified signals. We could receive from 6 here in the main function, but let's see how this could be done in a separate coroutine to demonstrate a more realistic scenario of graceful shutdown.
Shunda goroutine signal kelishini kutarkan. Signal kelgan payt signal ekranga chiqaryapti va dan channelga true jo'natyapti. Bu yoqda dan channel mana e'tibor bering, bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda ikkita goroutine ishlayapti. Bitta main goroutine, bitta biz o'zimizni goroutineimiz ishlayapti. Main goroutine просто kelyapti-da, signal setup qilyapti, dan degan channel ochyapti, kapasitesi 1 bo'lgan, pul oladigan demak await qilyapti. To dan degan channeldan message kelmagunicha kutib o'tiravergan mainimiz. Endi goroutine nima qilyapti? Goroutine signal kutyapti. Goroutine ham xuddi shunday kutib o'tiribdi mana bu yerda. Toki biz signal bergunimizcha, ili sigint, ili sikter. Sigint o'sha kitirilsa, siktermi? Xullas majburlab to'xtatishda bittasi graceful shutdown. Okay. Qachonki signal kelsa, GoFunk to'xtatadi va danga true jo'natadi. Mana bu kutib turgan main goroutine qaysiroqda xabar boradi. Dastur to'xtaydi. Ya'ni mana bu dan mana shu ikkita goroutine o'rtasida gaplashadigan channel bo'lyapti. Aloqa vositasi bo'lyapti. CGS esa rostakam signal boshqarish uchun. Tushunarli. Okay, overall ideyasini tushundim. Cda bu boshqacha edi. Cda ham signal shunaqa setup qilardi, lekin o'zi ushardi qanaqa. Okay, man. Xullas bitta funksiya yozilardi, signal shu signal kelganda nima ish qilishini beradigan bitta funksiya yozilardi. Sigint kelganda barcha kodlarni clear qilib o'chirish kerak. Shuni ham ochib ko'raylik. Mana taqqoslab. Shoshayotganimiz yo'q, xotirjam. Hop, mana bizda C serverda shunaqa qilingandi. Mana signallar setup qilingan, handle signalsi sigint uchun. Mana hammasi uchun bitta qilgan ekanmiz. Mana switch qilganmiz, signalki sigint bo'lsa mana bunday chiqar. Clean up qil. Xullas, любой narsa bo'lgan taqdirda ham clean up qilyapti HTTP destruktor. Da. Ya'ni C da qilganimizda shunaqa ediki, просто signal kelishini ushlaydi mana. Signal kelganda nima ish qilishini aytamiz. O'sha ish mana bu funksiyada ro'y beradi. Все. Tipa shunaqa narsa bo'lyapti, просто bu yerda goroutinelar ishlayapti ekan. Goroutinelar o'zaro fikr almashyapti shunda. Demak, shuni tushunadigan bo'lsak, mana bu signal channel, demak bu signal kelishi uchun biz channel, masalan, capacity 1 bo'lgan channel. Notify qilganda OS interrupt. Любой tipdagi OS interrupt kelganda, demak, shu channelga berar ekan, JPROCni start qilyapti bu va stop qilishni defer qilyapti. O'chishidan oldin barcha graceful shutdown amalga oshiradi. Ya'ni barcha o'chirish kerak bo'lgan narsalar o'chiradi va mana bu toki signal kelguncha kutadi. Blocking wait. Demak, mana bu main loop blocking wait qilib kutar ekan. Mana bu JPROC start esa avtomatik, meni fikrimcha, goroutine'lashga tushirib yuborsa kerak. Start mana. Shunday. Good. Tushunarli. Main goroutine faqat kutar ekan, просто signal kelishini kutib yotar ekan. Qolgan ishlarni o'zimiz specify qilgan goroutinelar bajarar ekan. Xo'p, keling GPT nima deganini ham bitta o'qiylik. Shu yoqqa GPT yana eski kasalni boshlabdi. Hop. Okay. Start the service. Start whatever the service does. For example, hop. Xulosalari sirasi kodosiga yozib ketiramiz. Bu shundoq ham fork qilganmiz. Bitta branchcha ochib turib, o'sha branchga xulosalar yozib boraman. Keyinchalik ular yordamida bitta kichkina post emas, shu markdownga xulosalar bitta qilib yozib ketaveramiz. Hozircha shu yer o'ziga komment qilib yozganim menimcha yaxshi. Alohida yozgandan ko'ra. Xo'p. Let's go. Demak, bu yerda yangi WAUS client setup qilinyapti. Bu yerda JPROC initialization. Mana bu yerda esa signallarni setup qilyapmiz. Any OS interrupt and occurs
We stop the server. Coroutines. Demak, bundan xulosa main coroutine sleeps indefinitely until some signal comes. Shunaqa xulosa qildim hozir. Mana bu uxlatadi-da, demak. Main coroutine uxlab turaveradi toki bo'lguncha. Qachonki signal kelsa, mana bu defer ishlaydi keyin. Biroq stop qilib hamma. Mana stopda nima ish bo'lyapti? Hammasini o'zini stop metodlari bor. Stop ko'rsa, listener close qilyapti bunisi. Nargisi bu ham shunday qilsa kerak. Mana listener close, bu ham listener close. Lekin coroutine'ni kim yopadi bilmadim. Hozir ko'ramiz. Xo'sh. Start periodic load allowed users. Hop. Server public connection. Start G-server event connection. Handler keldi. Listener accept qildi va kelgan barcha connectionlarni handle qilishini aytdi. Hop. Go func error handler connection. Mana bu handler tomonidan. Bu handler qaysi handler? Serve event connection, for example this. Mana oxirida defer connection close. Shundoq ham o'zi oxirida connection close bo'lganda, ya'ni klient chiqib ketganda connection close qilar ekan. Bu yerlarga kelamiz hozir. Juda ko'p narsa bo'lyapti ekan. No, xullas ishga tushyapti, oxirida o'chyapti. Ishga tushganda rutinlar ishga tushib, main esa uxlayapti. Okay, good. Okay. Xo'p, GitHub OAuth client. Keling endi mana structlarni ko'rib chiqaylik. Qanaqa fieldlari bor va nimaga shunaqa fieldlari bor ekanligini ko'rishimiz kerak. Bu config structda o'zi nimaga kerak degan savol. Bu yerda konfiguratsiya ma'lumotlari hammasi config degan package ichida turibdi. Xo'p, bu yerda domain name, max tunnel per user, max con per tunnel, server port, public server port, TLS certificate file, TLS key file, GitHub client ID, GitHub client secret, allowed users file. Xo'p, bu yerda unchalik ko'p tushunmadim, lekin keling mana load degan metodda nimalar qilinyapti. Configga ma'lumot kirityapti. Xo'p, configga nisbatan pointer ushlayapti. Yaxshi. Ya'ni pointer receiver metodda xullas. Structga nisbatan pointer receiver metod bo'lyapti. Demak, max tunnels per hour, per user 4 ta, demak bitta userda 4 ta tunnel bo'lishi kerak ekan. Xo'p, har bitta tunnelda 24 ta connection bo'lar ekan. Public server 80 port bo'lar ekan. Event server 4321 portda bo'lar ekan. TLS uchun 443 ushalibdi. Domain name'ni getenv dan olishyapti. TLS key getenv, biroq TLS keyni .env dan olishyapti. TLS cert fileni buni ham .env dan olishyapti. Hop, GitHub client ID buni ham, client secret buni ham. Va allowed users fileni etc. biroq allowed users CSV. Allowed usersni CSV qilib saqlashayotgan ekan. Allowed users nima? Allowed users shundaki, bu proyektni kim ishlata olishi. Shunaqa. Oldin adashmasam shunday ro'yxatdan o'tib GitHub orqali login qilgan bu odamga berilavergan bo'lsa kerak. Keyinchalik Buy Me Coffee orqali qaysidir verifikatsiya qo'shilgan. Shu xullas ruxsat berilgan userlar mana shunda turar ekan. Okay. etc. biroq allowed users CSV file. Okay. Xo'p, agar domain name bo'sh bo'lsa, biroq domain name is not set, TLS key bo'lmasa missing deyapti, GitHub client IDlari yo'q deyapti. Mana bu GitHub client ID buni envdan olyapti, eng qizig'i. Men o'sha joyga tushunmayapman. Eng qizig'i, mana bu yerda serverda sertifikat va keylar bor. Nega getenvdan olishyapti? Xo'p, okey. Xo'p,
Buni hozir nimadan so'raymiz? GPTdan ham. Endi bunisi Jipr extracti. Bu yerda ko'p narsa bor, faqatgina Jipr extracti va initini ko'ramiz. Bu yoqda ko'p narsa bo'lyapti. Xo'p. Jipr extracti eng asosiy extract bo'lsa kerak. Aa, Hamma kerak narsa shuning ichida. Mana config ham shuning ichida turibdi eng qizig'i mana config. Shoshmang. Mana initga conf beryapti, to'g'ri, tushundim. Xo'p, config bor. Barcha konfiguratsiya Jiprxni ichida turibdi. Undan keyin event server, public server va public server TLS. Uchta server allowed userlar mapi bu o'sha o'qilgan CSVdan o'qilgan userlarni mapini ushlayapti. Allowed last mode time. Bunisiga uncha tushunmadim. Authenticator, GitHub Authenticator qaysi nima orqali auz qilishi? Okey. CNAME mapini ham uncha tushunmadim hozircha. TCP tunnels. Nechta TCP tunnel bor, nechta HTTP tunnel bor, nechta user tunnel bor. Shularni ushlab turar ekan. Initda esa confga tenglayapti. OAuth shu berilgan. Mana bu yerda OAuth berilyapti-yu mana. GitHub. O'shani berib yuboryapti. Allowed users. Hop. Make map string. Shoshmachi. Ha, boshida bo'sh bo'ladi, to'g'ri. Chunki bu Jiprx ishga tushgan paytda bu, lekin eng qizig'i CSVdan o'qimas ekan. Okey, hop. CNAME map buni ham to'g'ri bilmayman nimaligini ko'rish kerak. Bu endi bo'sh Uint 16lik map ketyapti. Bu yerda ham shunday. Stringlik map. Event server init qilyapti. Uchalasini ham init qilyapti. Bu yerda start qilyapti, bu yerda stop qilyapti. Serve public connection, serve event connection va load allowed users degan funksiya ham bor. Mana shu yerda juda ham ko'p ish ro'y beryapti. Mana shu faylni juda ham chuqur tahlil qilish kerak. Jiprx Go va config Go fayllari eng asosiy fayllar ekan menimcha. Keling, bularni hozir tahlil qilib ko'ramiz. Nima ish ro'y berayotganini tushunishga harakat qilamiz. Xo'p. Bunda bizga GPT janoblari yordam beradi. Okey. ChatGPTga yaxshiroq instruksiya berdik. Hop. Hop. Hozir bizda paydo bo'lgan eng asosiy savollar event server port, public server TLS port. Nega 3 ga ajratilgan? Hop, TLS sertifikat. O'sha TLS uchun sertifikat kerak. O'sha sertifikat aytyapti. Bu key, okey, key kerak. Bu o'shaniki. Mana bu GitHub client va GitHub client secret. Okey, u ham. Mana bu kimlar ruxsat berilgani o'qish uchun. Xo'p, yaxshi, lekin mana bu uchalasi va Max tunnel per user bilan Max cons per tunnel nima uchun aynan shunday tanlanayotganini tushunib olish kerak bo'ladi. Xo'p. Yaxshimiz.
Hop. Okay. Let's go. Let's explain this code. This is our code. Hop. Max tunnels per user and max connections per tunnel. Why we need them? Bundan tashqari event server port, public server port and public server TLS port. Okay. So. Mana bu yerda allowed last mode degan ham bor ekan. CNAME TCP tunnels, HTTP tunnels. User tunnels nega kerakligini tushunmayman. Ancha bitchamlar nima deydi? Okay, so reverse proxy tunnel system simulate interactive post local service to internet by creating secure tunnels. Here of the system's architecture. Max tunnels per user and max cons per tunnel. These are resource limits to protect server from abuse and overuse. Oh, max tunnel per user limits how many tunnels in a single authenticated user can open at once. If a user runs 5 different Jabra clients, only 4 of them can be active. Bo'lib tushunarli. Tushunarli. Mana bu biz hozir configni ko'ryapmiz. Max tunnels per user. Okay, good. Сразу shu kommentlar yozib turamiz. Demak, max tunnels per user demak har bitta autentika har bir o'sha bitta key bilan 4 taga ishlatish mumkin ekan. Only 4 users bu yerga emas, pastda initga yozsak bo'yicha yaxshiroq mana. 4 users can use with a single auth at once. Tipa shunaqa, ya'ni bitta keyni olib, xohlagancha odamlarga tarqatib tashlab bo'lmas ekan, faqat 4 tagina user ishlatishi mumkin ekan. O'zi buni bir qilib qo'ysa ham bo'lmaydimi? Xo'p, max calls per tunnel. Bunisini tushunmadim. Xo'p. Purpose prevents one user from consuming all available ports of or file descriptors. Okay. Max calls per tunnel limits how many concurrent connections are allowed through one tunnel. So if a local web server gets flooded, the tunnel won't accept more than 24 simultaneous incoming connections. Resources ikkinchisi sal tushunishim qiyin bo'ldi. Max calls per tunnel, ya'ni shunda masalan menda 8008 portda turgan bo'lsa, proyektim tunnel ochildi. Tunnel ga demak ko'p request kelishi mumkin, chunki masalan birorta ko'p odam ishlatadigan ishlatishi mumkin-ku, masalan localhostdan ko'targan proyektimni ko'p odam ishlatishi mumkin va bir vaqtda 24 tadan ko'p connection kelishini to'sayapti. Bir vaqtda 30 odam kirib qoladigan bo'lsa, serverni yuklamasini kamaytirishmoqchi menimcha. Shunaqa 24 tadan ko'p connectionlarni bir vaqtda qabul qiladi. Ya'ni 24 ta degani o'zi har bir kelgan connectionni bitta goroutine handle qilyapti, to'g'rimi? Demak, har biri uchun maksimal 24 ta goroutine qilish mumkin. Har bir tunnelga maksimal 24 ta goroutine bir vaqtda ishlashiga ruxsat beryapti. Shunda okey. Tushunishimcha shunday. Maximum 24 goroutines per tunnel simultaneously. Demak,
har bir tunnel orqali o'zim har bir publicdan kelgan so'rov tunnel orqali javob qaytaradi o'sha paytda. Maksimal 24 ta rutin bu ishni amalga oshirishi mumkin demoqchi. Demak, public server port. Event server port. Hop, Jabber splits its functionality into multiple servers. Event server port 4321 internal control plane server, where the tunnel clients running on users' machines maintain a persistent TCP connection to receive commands and updates new incoming HTTP requests forward. Public server port, external data plane. This is for incoming HTTP connections from internet. These connections are then proxied into the tunnel. Public server TLS port same as public, but accepts HTTPS connections using the configured certificate and key. Men tushunmaganim, mana bu 80 nima kerak? HTTPS keladi-ku baribir shundoq. Nu mayli, hop. Okay. So event server handles tunnel control, client registration, bit mapping. Public serverlar handle user facing request and route them to correct tunnel. Okay, handles tunnel control. Demek event serverimiz handles tunnel control, client registration. Da, ya'ni bu tunnel, event server bu tunnel bilan gaplashadigan taraf ekan. Server application o'zida bir nechta nima bo'lar ekan. Ha. Tunnel bilan gaplashadigan qismi event server bo'lyapti. Public server esa o'sha Avstraliyadan kiradigan user uchun bo'lyapti. Shunda ham chizmada bu mana bunaqa ko'rinish oladi. Hop, mana bu server ikki qismdan ikkita servercha bo'lyapti unda. Mana bu yerda unda event server bo'lyapti. Bu bilan gaplashayotgan mana bu yerda unda public serverlar bo'lyapti. Siz ikkita o'zaro kim bu ikkalasi o'zaro gaplashsa kerak menimcha. Okay. Portlarni taxlayapti. Public server 80 ham 443 ga ham javob beradi. HTTP va HTTPS oladi. Shu bu esa 4321 demak event server o'sha tunnel orqali kommunikatsiya bo'lganda aynan bizning serverimizdagi 4321 portiga keladi. O'sha portdan biz analaramiz. Okay. Domen name'da endi bu avvalgi temadan TLS key file. Bu TLS haqida batafsil o'rganish kerak. Hozircha juda unaqa zo'r tushunchaga ega emasman, lekin masalan mana bu yerda sample bor mana. Sample qo'yib qo'yishgan mana. Begin RSA private key mana. Sample cert file mana begin sample. Shunga o'xshagan narsa xullas mana. Turibdi. GitHubdan olgan. GitHub client edi. GitHub client secret. GitHub qismini keyinroq ko'ramiz. Okay, mana bu hard code. Okay, let's go. Allowed last mod. Time. This is the last modification time step of allowed users. Bo'libdi. CSV file it exists. Jabber likely reads to determine which GitHub usernames or emails are authorized to use this service. It stores files modification time. If the file's time changes, it knows to reload it. So you can update user permissions without restarting the service. Shu uchun ticker qo'ygan ekanlar-da. Allowed last mode, ya'ni o'sha fayl oxirgi marta qachon change bo'lgan, bekorga faylga saqlamayapti. Menimcha. Tushundim. Allowed last mode demak oxirgi marta qachon yangilangan bo'lsa, o'sha bilan da fayl yangilangan vaqt taqqoslaydi-da, yangilangan bo'lsa restart qilmasdan boshqatdan load qo'yadi. Endi bizda ticker bilan qilingan ekan. Mana o'sha joyga bormayman. Mana bir pastroqda o'sha narsa qilingan mana bu yerda. Mana go func qilyapti. Bitta alohida coroutine ishlayapti aynan shu uchun. 4 ta coroutine mana. Periodically load allowed users deyapti. Ya'ni allowed userlarni har qanchadir vaqtda yuklab turibdi. Mana har minutda time ticker ishlatilyapti. Allowed userlarni qayta yuklayapti. Allowed user funksiyamiz esa mana ko'rsak bo'ladi. OS state'dan allowed user faylni ushlayapti. Statistikasini olyapti va state'dan modification time da taqqoslayapti. Mana allowed last mode bilan allowed last modedan keyin bo'lsa, ya'ni oxirgi o'zgartirilgan vaqtdan keyin yana o'zgargan bo'lsa agar o'zgarmagan bo'lsa hech narsa demayapti. O'zgargan bo'lsa open qilyapti-da. Keyin nima qildi? Close ni defer qildi, error bo'lsa error, okay. Ochilganidan keyin bufio ishlatilyapti. Bufio tabiiyki o'sha oddiy standart IO ustiga qurilgan, bu buffered IO, ya'ni tezroq, kamroq system call ishlatib, efficientroq fayllar bilan
fayl yoki network yoki database connectionlarda efficientroq ishlashi uchun kerak edi bu view. Bu viewdan skanner ochilyapti, load users yangi map ochilyapti va qatorma-qator o'qish uchun skanner scan qilinyapti. Field string split, demak bu CSV bo'lgandan keyin vergulga qarab split qilyapti. Agar ikkitadan katta bo'lsa, ya'ni to'g'ri degani demak menimcha ikkitadan katta degani. Login trim space 0-si 0 dan login turar ekan va birinchisida bu subdomain bo'lsa kerak, shunda bilmadim. O'shanda allowed users loginda mana. Shu menimcha login va subdomainmi, shunaqa bo'lsa kerak. Xo'p. Xullas mapni to'ldiryapti. For va keyin allowed last mode start modedan. Last modeni yangilab qo'yapti. Allow list update qilindi. Bu juda ham menga yoqdi bu logika. Zo'r qilingan ekan. Buni ham yozib qo'yamiz. Hop, mana. Bu jipiriqda. Mana bu yerda turibdi. Okay. Loud last mode, bundan maqsad nima ekan shunda? Yeah, last time the loud users file was modified to reload permissions without restarting this server. Mana. Alset qo'ysak, mana. Tushunarli. Hop, CNAME map. Maps custom subdomains to real tunnel endpoints. Aha, CNAME bu demak subdomainlar bo'lsa kerak shunda. Example, a user requests my app jipiriq.io to point to the tunnel. Internally CNAME map is this. Aha. User 1-2-3 tunnel bar. Maybe, I don't know. Then when an HTTP request arrives from my app jipiriq.io, the proxy uses that mapping to find which user's tunnel to route to. Qachonki HTTP request kelsa, my app jipiriq.io ga deyapti. Proxy o'sha mapping ishlatadi. Asosiy map ekan bu. Demak, CNAME map asosiy map, ya'ni subdomainni tunnel bilan bog'laydigan map ekan. Ha, tushundim. Subdomainga request kelgan payti mapdan topib o'sha tunnelga request jo'nataveradi. Okay. In other words, CNAME map keeps track of domain name tunnel associations. Good. I really like that. So, demak, okay, tushundim sizni. Custom subdomain tunnel names associations map. Okay. Oh, TCP tunnels, HTTP tunnels, user tunnels. These are core runtime registries of active tunnels. Demek bu aytyaptiki core runtime registrylar. TCP tunnel map uint 16 tunnel TCP tunnel. Hop, maps port numbers to TCP tunnel instances for raw TCP tunnels. Pointer to TCP tunnel. Maps port numbers to tunnel instances. HTTP map subdomain names like this to HTTP tunnel instances. These tunnels handle HTTP proxying by domain-based routing. Multi-level mapping. User layer tunnel helps with enforcing max tunnels per user and cleaning up when a user disconnects. So TCP tunnel handle port-based routing. HTTP tunnel is no host name-based routing. Is a hierarchical view of group tunnels by user identity. Jipiriq maintains 3 servers. Control plane, public server, public creates a tunnel. That tunnel is registered in one or more maps. User tunnel keeps it under the owner's name. HTTP tunnel or TCP tunnel store its routing handles in a map link subdomain to those tunnels. Requests arriving at public server TLS are looked up. These maps when forwarded through the event server connection. Architectural sketch beryapti public userdan. Router source names va HTTP tunnels. Event server mana public serverga keldi. HTTP tunnels yordamida host name'ni route qilar ekan va event serverga kelar ekan. Event server esa jipiriq clientga. Okay. Unchalik ham mana bu uchalasiga uncha tushunmadim baribir. To'g'risini aytganda.
Shu uchalasiga unchalik ham yaxshi tushunmadim man. Xo'p, okey, ko'ramiz hozir. Bu yoqda event server init qilinyapti, public server init qilinyapti, public server TLS init qilinyapti. Keling shu paydo bo'layotgan savollarni bitta dictionaryga yig'ib borsak, anaqaga. Discussions md fayliga yig'ib borsak menimcha juda ham o'rinli bo'lar edi. Xo'p, birinchi savol. Shunda bo'ldiki, hozir allowed last modlar ko'rib bo'ldik. TCP tunnel, HTTP tunnel, user tunnel. Mana shu uchalasi nimaga kerak? Bir structida. Xo'p, config structida ham nimadir qolib ketdi va ko'rmaganimiz. Nimaga public server port, public server TLS port, ya'ni ikkita. Why two distinct public server ports. Ya'ni HTTP ni o'zini ham qabul qilar ekanmi shunda demoqchiman-da. Saxon va public server TLS bor 443 ta. Endi tushundim masalan. Okey, ikkala holatda ham handle qilinyapti, lekin Saxonni handle qilish shartmi demoqchiman. 443 qilish Saxonni qilish shartmi degan savol borda menda shu. Okey. Va keyin TLS qismini ko'rib chiqishimiz kerak. Shu net HTTP ni TLS-larni bitta ko'rib chiqishim kerak. TLS haqida batafsilroq. Was in Go and network in itself. Xo'p, okay, good. Xo'p, GitHub Authenticator. Hozir shart emas. Endi bu yerda yana bir nechta konstruksiyalar turibdi. Tushundik, demak, config masalasida muammo qolmadi menimcha. Overall ideya bor. Xo'p, endi mana bu yerda TCP server strukturasi bor, GitHub Authenticator bor va tunnellar bor. Mana shularni ko'rib chiqishimiz kerak. Xo'p, TCP server. Bu demak server packagening ichida yana bitta server package bor, o'sha yerda turibdi ekan. Xo'p. TCP server structumizda title bor ekan, listener bor ekan. Net listener, просто listener bu request kelishini kutib o'tiradigan TCP leveldagi socket xullas, socket ochib beradi har safar. Ya'ni har safar yangi connection kelganda yangi file descriptor ochib bitta routingga beradi o'sha. Hop, mana TCP server init bo'lganda net listen deyapti. Listener hosil qilyapti. TCP portini qo'yapti. Title qo'yapti, listenerni qo'yapti, все. Jotki mana. Shuning portda eshitayotgan TCP listener. Yangi server. Xo'p, yaxshi. Просто listenerni wrap qilyapti. Просто boshqa hech narsa bo'lmayapti. Mana TCP server просто mana listenerni wrap qilyapti, yoniga title qo'shyapti. Good. Demak, shunchaki simply a wrapper for net listener with title field. Просто wrap qilyapti, nom qo'yapti. Okay, good. Init TLS-da esa cert file hosil qilyapti, to'g'ri, port kelyapti, title, cert file, key file. Good. Load demak, crypto TLS-dan olyapmiz. Load x509 key pair. Nima uchun bunday qilinayotganini bilmadim, lekin ko'ramiz. Ular sertifikatni load qilyapti. Muammo chiqmagan bo'lsa, TLS ga config hosil qilyapti. Certificates, TLS certificate cert. Sertifikatni config sifatida oldik va listen qilganda mana shu configga nisbatan pointer berib yuboryapmiz, adresni berib yuboryapmiz. Endi bizda TLSli, ya'ni SSL himoyasi bor bo'lgan listener hosil qilyapti. Unga title berib listener qo'yadi. Okay, good, nice. Buni alohida mana bu yerda discussionda mana bu yerda batafsil o'qib chiqamiz. Xo'p. Start qilganda shunchaki xo'p, TCP serverda demak start degan metod bo'lyapti. Bu handler qabul qilyapti. Shunday handlerki, uni nimasi signature demak net connection qabul qilsin va error potensial qaytarsin. Shunaqa funksiya. Bu xuddi higher order function o'xshagan narsa. Closure. Hop, checks loop
listener accept qilganda yangi connection, ya'ni file descriptor qaytaryapti va o'sha connectionni bitta go routine mana bu berilgan handler yordamida handle qilish kerak. Ya'ni start qilganda o'sha start qilishga qildi. Startdan keyingi jarayonni qaysi funksiya handle qiladi? Mana bu handler. O'sha uchun bizga handlerga berib yuboryapmiz connection sifatida. Va error bo'lib chiqib qolsa nimadir, demak log qilamiz. Okey, stopda o'sha listener yopiladi xolos, boshqa hech narsa qilinmaydi. Chunki shunday ham mana bu barcha nimalar yopilgan bo'ladi. Coroutiner, hamma handler tugagandan keyin defer connection bor oxiri baribir. Va mana bu yerda TCP serverni portini olish uchun bitta utility funksiyacha bor ekan. Prosta listener adderdan mana net TCP adder bo'yicha bu yerda hozir typecasting nimalar bo'lyapti xullas. Xullas mana shu uzun narsani qayta-qayta yozmaslik uchun olib qo'yibdi xullas. Okey. U16 ga o'g'ir beryapti. Good. Boshqa hech narsa bo'lmaydi. Prosta serverni wrapper, server net listener ustiga wrapper o'ralgan hozir bu yerda. Mana sample qilib qo'yishibdi. Okey. Shu event server ham public server TLS ham xuddi shu ekan baribir. Hammasi tagi bitta TCP server struct bilan boshqarilyapti. Okey. Endi tunnellar. Keling tunnellar ko'raylik. Tunnellar. Tunnel strukturasi e'tibor beramiz. Bu yerda nima ish bo'lyapti? TCP tunnel structida tunnel degan narsa bor ekan. Bu nima bu endi? Bu ham bitta structmi shunda? Public server bilan birga kasb wrap qilyapman. Mana o'zi bitta struct bo'lsa kerak. Ha, mana. Mana struct. Demak, tunnel uchun alohida package bor ekan. Mana 3 ta. Bularni ko'rib chiqish kerak. Tunnel bo'lishi uchun kerak bo'lgan interface. Mana shularni handle support qilish kerak bo'lgan любой narsa tunnel bo'lar ekan. Okey. Xo'p. Demak, tunnel struct host name bo'lar ekan buni. Max cons limiti bo'lar ekan. Event writer, IO writer, event writer mutex bor ekan, private server. All connections. Initial buffer. Initial buffer byte. Xo'p, yaxshi. Tunnel overall skeleti mana bu eng tagi, tunnelning o'zi nima? Eng asosiy konstruksiyalari bor menimcha. TCP tunnel esa o'sha ustiga quryapti. TCP tunnel, TCP server quryapti ustiga new tunnel yordamida keyin ustiga qo'shyapti mana. Ustiga qurib kelyapti. Mana. HTTP tunnel ham xuddi shunday. Default HTTP port ishlayapti. HTTP tunnel prosta o'zini olyapti, faqat ustiga HTTP tunnel private server hech narsa qilmayapti. Xullas tushunishga mana bu joy kerak asosiysi. Xo'p, bunga o'zi qayerdan keldik? Mana bu yerdan keldik. Xo'p, bu menimcha hozir tunnel masalasini o'zi ancha chuqur tema. Keling birinchi autentikator ko'ramiz o'zi. GitHub uchun bitta package bor. Xo'p. Hozirgacha ko'rib chiqqan nuqtalarimiz qaysilar desa, hozirgacha ko'rib chiqqanimiz ham chizma bo'yicha ko'rsak. Aynan hozir mana bu tunnel qismini ko'rmoqchimiz. Mana shu qismini. Mana shu tunnel. Shu joyini ko'rmoqchimiz. Mana shu tunnelni qanday efficient boshqarilyapti. Ko'rdik hozirgacha biz public serverni, event serverni va bir ikkita shunaqa joylarni ko'rdik, lekin o'zi server qanday ishga tushyapti, qanaqa nechta routine ishlayapti, nechtagacha connectionlarni ushlashga ruxsat beryapti, o'shalarni ko'rdik, lekin aynan tunnelni o'zini ko'rmadik va bu tunnel ishga tushishidan oldin bizda bitta yana nima bor ekan, autentikator qismi ham bor ekan. GitHubdan aut qilgan bo'lish kerak. O'sha joyni hozir ko'rmoqchimiz. Mana qanday. Xo'p. Demak, bu yerdan coding JSON token prefix. I have no idea why is that. Xo'p, user struct.
ID name login allowed created at. Authenticator bo'lish uchun kerak bo'lgan funksiyalar ovoz yurili bo'lishi kerak, obtain token bo'lishi kerak, authenticate bo'lishi kerak ekan. GitHub degan struct bor, client ID, client secret, default scope, user endpoint. Bu xullas GitHub ovozligiga bog'liq narsalar menimcha. Buni alohida ko'rish kerak. Func new client ID mana api github.com user client ID beryapti, client secret beryapti, default scope user email, ovozlikni scope bo'lsa kerak. Mana bu user endpoint, bu redirect qiladi bu yoqqa. Buni bilmadim. 42 endpoint. 42 endpoint. Hop. Ovoz URL string fmd demak mana github.com login ovoz authorize beryapti-da, client ID shu, redirect URL shu, scope shu qilib mana ovozi uchun maxsus query taxlab beryapti. Ovoz URL. Obtain token demak, obtain token HTTP clientdan bu anaqa net HTTP niki. Clientdan instance olyapti. Просто so'rov jo'natmoqchi. Payload net package'dan URL tushyapti. URL values. Okey. Bu anaqada JSON datani o'sha yerga yig'ib olish uchun katta ehtimol bilan. Demak, payloadga qo'shyapti kodni, client ID ni, client secretni va new requestni JSON qilib jo'natyapti mana. Post request, access tokenga request ketyapti, strings new reader payload encode. Okey. Demak, chunki nimaga string new reader? Chunki new request mana IOReader tushyapti-da. IOReader bo'lish uchun string new reader kerak. Mana IO to'xta. Strings readerga nisbatan pointer qaytarar ekan. Mana bu narsa IOReader nima qilsa kerak? Chunki mana payload encode mana qarang, bu string qaytaryapti. Stringni o'zi reader emas-da, adashmasam shunaqa. O'sha uchun biz payload encode ni readerga aylantiryapmiz. IOReaderni mana buni interface'ni satisfy qilish uchun. Xo'p. Endi agar error nil bo'lmasa, okey, xo'p, header qo'shilyapti, URL encode. Bular nima uchun qilinayotganini bir ko'rib chiqishimiz kerak. Aynan mana bu xato. Content application x form URL encode. Bu narsani to'g'ri bilmayman. Okey. Xo'p, application JSON client do request ketdi, client request jo'natdi. Error bo'lsa shunday defer qiladi body close, okey, yaxshi. Connectionni close qilish. Xo'p. Response status code okey bo'lmasa, error. Status code qaytaryapti. Var response struct access token string. Demak, response ni qabul qilish uchun struct ochib oldi, access token degan JSON data va kelgan bodyda kelgan JSON ni dekod qilib response ga tiqdi. Okey. Strings trim left access token prefix. Good. Shunda GHO dan bu yoqni olib tashladim. Okey. Authenticate, mana G authenticate user endpoint token va tokenni ushlab oldi, tokenni keyin user endpointga jo'natadi. Yo'q, user endpoint yo'q, 42 endpoint. Ikkalasidan biri orqali qilyapti. Demak, faqat GitHub emas, 42 orqali ham login qilsa bo'layapti menimcha. Shuning uchun shunday qilishgan menimcha. Mana bu menimcha 42 uz orqali ham kira olish uchun. Yo'q, lekin bu GitHub orqali qilyapti. 42 uz orqali aus qilmoqchi. Bu mening fikrim, chunki mana 42 ga ham 42 endpointga ham authenticate qilyapti. Bu funksiya nima ish qilayotganini ko'ring. Mana GitHub qabul qilyapti, GitHub structini, endpoint tushyapti, token tushyapti. Good. User. Bu nima? Type user struct. Bu tepada ko'rdik, user haqida ma'lumotlar. Client request jo'natmoqchi ekanmiz, client oldik. New request get endpointga get request ketdi. Xo'p, yaxshi. Authorizationga tokenni qo'ydik. Xo'p. Request ketdi. Defer qilib yopdik. Okey, invalid token agar okey kelmasa, response decode qildik va bu nima ekan? Login string JSON login. Login degan field bor. Nima ekan?
Hmm. Login qilgan, bo'l uchun token bilan login qildi, hamma kerak ma'lumotlarni ushlab oldi. Va loginni ushladi bo'lsa. Login mana username o'xshagan narsa. Okey. Tushundim. Shu bu yerda prosta GitHub OAuth'ni flow ketyapti. Tushunarli. Bunaqa bir hayratlanarli narsa yo'q menimcha. GitHub OAuth 2 flow logic. Shu OAuth 2 orqali token olib, tokenlarni orqali user datani ajratib, o'shandan foydalanishyapti. Okey. Xo'p, demak qolgan asosiy logikaga tushunishimiz kerak bo'lgan mana bu tunnel logikasi hisoblanyapti. Hozir bizda ko'rmaganimiz asosiysi mana shu qoldi, chunki qolgan hamma kodni ko'rib chiqdim o'zi ham. Men event bilan e, mana shu tunnel qoldi. Qolgan hammasini ko'rdik. Eng asosiy katta logikalar shu yerda ketyapti. Jipiriqda ham misol uchun init bor, start bor, stop bor bilan ko'rdik. Men qolgan jipiriqda ham serve public connection, serve event connection va shu ikkalasi bor. Public connection va event connection qanday ushlayapti? Endi bu ikkita funksiyani tushunib olish uchun tunnel qanday ishlatganini tushunishimiz kerak. Chunki bu funksiya to'g'ridan-to'g'ri tunnel ishlatyapti, CNAME bilan ishlatyapti-da. Shuning uchun birinchi mana buni ko'rish kerak. Keyin mana shunaqa. Xo'p, shu yerda biroz tanaffus qilsak bo'ladi menimcha.